Hozir oldingi Munisa, Namanganlik Munisadan, hozirgi Koreyadagi Munisadan, o'sha bo'lgan davringizda hozirgi davringizda faxrlanasizmi? Albatta faxrlanaman. Oddiy qishloqda yurgan qiz bo'lganmiz. Masalan, hamma el qatori mol, qo'y boqib yurgan oddiy qiz Voh! bo'lganmiz. Shu nima deydi, qishloq qizi oddiy o'sha faqir ko'tarib suvga borib boshqa qilib. Lekin o'sha paytda ham yurgan paytimda, ishlab yurgan paytimda meni xayolimda men dugonalarim agar mabodo ko'rib qolsa o'zlari bilishadi. Men maktabda ham, kollejga borgan paytimda ham men unaqa chetda yashayman, men boshqa joyda yashayman deb aytaverardimda. O'sha raqsga qiziqardim, raqslarga tushib, tadbirlarda doim faol qatnashib yurganman, kollejda ham, maktabda ham. Men o'zlari ko'p dugonalarim aytadi, sen o'zi yoshligingdan ma'lum edi deyishadi. Lekin qiynalgan, boshida kelguncha rosa qarshiliklar ko'p bo'lgan. Toshkentga kelgan paytimda voy qizingizni Toshkentga qo'yib qo'ydingizmi, bir narsa deb ota onamga rosa gaplar kelgan. O'shanda ham ota onam bizni anaqamizni qarorimizni hurmat qilib, bu o'zi rivojlanishni xohlayaptimi, o'sha narsaga qo'yib beraman deb, yo'q Toshkentga kelib yurdik, rosa qiynaldik. Man qarzlarga nimaga hurmatim oshadi, mana shu joyni eslasam har doim yig'lagim keladi. Men ko'chada qolib ketgan payt qish payti bo'lgan. Men endi qarzlar bilan tanishgan paytim bo'lgan. Qish payti ko'chaga chiqarilib qo'yilganman-da hisobi. Boradigan joyim yo'q. Ikkita sumka turganman oстановкада. O'sha qarzlar bilan oilaviy er-xotinlik endi yangi tanishganman. Men maragi qizlik uchun qarzlarni ko'rsam tanishib ketaveradi. Men telefon qilishganda aytganman, men onni shu joyda oстановкада qolib ketdim. Boradigan joyim yo'q desam, kelib olib ketishgan. 2,5 oymi, 3 oy o'sha Toshkentda uylarida meni boqishganlar. Birga yashab.